Siz meni qoplonimsiz. Men sizni mushukchangizman. Miau. Ey mushuk, ro'molchangni berib tur, burnim oqyapti. Burningni sarishta qilib yursang o'lasanmi? Men yo'qol, gaplashishga qo'y. Alo. Yoshligimdan beri shunaqa shirin so'zni hech kimga qattiq gapira olmayman. Ey shirin so'z, bitta piyoz archib ber. Hozir piyozga qo'shib to'g'rab tashlayman. Yo'qoldi, asabimga tegmama. Biram yuvoshmanki. Qarindoshlarim nimaga bunaqa muloyimsan dedi, men bilmasam deyman. Ey muloyim, bitta issiq paypoq bergin, sovqotib ketyapman. Jo'ning chiqsin shu xalaq bu yerda shu gaplashishga. O, bular ham bir nafas oldi. Men kasal. Endi biz nafas ola olmaymiz. Yo'qoldan bo'l. Alo, eshityapsizmi? Juda ham mehribonman. Insoniyligim kuchli. Hamma narsani bosiqlik bilan hal qilaman. Ko'rpa olib kelib bergin. Paypog'im isitmadi, sovqotib ketyapman. Hozir 2 minut choyga gaz qo'ygandim. Bu yoqqa yurda. Yur, chigirtka. Menga qara. Men ro'molcha, naski, piyoz, mashkur payam senga. Bu ham senga. Yo'qol. Opa. Ha, opala men jonimga tekkiringa tartab ber. Opa deysan, nima deysan? Tasqara. Haligi telefoningni zaryadkaga qo'yib chiqib ketgan ekansan. Yigiting telefon qilib qoldi. Kutib qolmasin deb ko'tarib olib keldim. Labbay qoplonim. Yo'qolaymi? Ha, mayli. Bu yoqqa kela.